Her qandaq o'riqlab g'alib qilgan odamning ma ro'yi kayfiyati shintaysi bek muhim bo'ladi. Bir haqiqatni tushunib oling, ha. Sizchi bir ikki qitim tomoqni jiqlab qo'ygan qilam samirib ketmagan. Demak, bir ikki qitim tomoqni kontrol qilgan qilam o'riqlab g'alib qilib bo'lmaysiz. Ig'irlik tush to'xtab qoldigan akvallar bor. Shunda yaxshi o'riqlayotganingiz pingtaychiga kirib qoldingizmi? Agar mushu vaqtning o'zida tashvishlandingizmi, cho'qimlan mag'lub bo'lib ketasiz. Tashvishlanmang. Siz o'zingizningki mas samagan vaqtlarni o'ylab beqing. Cho'ng'yab cho'ngishgan vaqtlaringizni o'ylab beqing. Shu chaqda ig'irlik kunda o'rliganmi? Kundan kunga samirib manganmi? Unda emasdi, mas samirishmi to'xtab qolgan vaqtlar bordi. Demak, o'riqlashmi to'xtab qolgan vaqtlar bor. Ig'irlik shu tushmay turib oladi. Odam badanida ham bek iqtidorli. Bu normal ahvol. Bu vaqt tashvishlanmay, yana shu ig'izni boshqurganingizdan, sog'lom turmushingizdan nayt xushallik tepib, ro'y kayfiyatni turaqli qilsangiz ig'irlik hamon bir kuni tushidi. İştigirak o'riqlab olsam bo'ldi, kunda ig'irliqim tushib bo'ldi dedingizmi, cho'qim mag'lub bo'lib ketasiz. İştik ig'irliqim tushgan bo'lsa degan qandoq gap desangiz, bir kechidan boyib ketgan bo'lsam deb ham xiyol surdiganlar bor-ku. Kulgingiz ketdim dashlarlarni ko'rsangiz, degan o'rnimdan qopsam, lotariyada manchi pul chiqsa, anda bo'lsa, ham xiyollam-ku. Tez suratda bir oyda 10 kilo o'riqilsam 15 kilo, kunda ig'irliqim 1 kilodan tushib maqsa deganingiz, dal ash ahmoqlarning qilmishiga o'xshash. Ahmaq bo'lib o'tib ketamsiz yoki o'riqlab g'alba qilib chiroyli bo'lamdi? O'zingiz o'ylab beqing. Ro'y kayfiyat, pozitsiya shintay eng muhim o'rinda. G'alba qila olasiz, g'ayrat qiling.